Ijtimoiy tarmoqlarda bu urush faqat Isroil va Eron o'rtasidagi to'qnashuv deyishyapti. Lekin men eng xavfli taxminni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu 3-jahon urushining boshlanishi bo'lishi mumkin. Isroil va Eron o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik har daqiqada global falokatga aylanishi mumkin deydi g'arblik siyosiy harbiy tahlilchilar. AQSh Isroilni himoya qilish bahonasida urushga qo'shilsa, Rossiya va Xitoy Eron tomonidan kirishadi. Qarabsizki, jahon urushi boshlanadi. Hormuz bo'g'ozi yopiladi, neft narxi osmonga chiqadi. Jahon moliya tizimi vaqtincha emas, balki uzoq muddatga parchalanadi. Yaqin Sharq davlatlari Turkiya, Saudiya, Qatar, Misr o'z yadro qurollarini yaratishga shoshiladi. Bir kunda 100 minglab inson halok bo'lishi mumkin. Bu dunyo urushi bo'ladi va u boshlansa hech kim chetda qolmaydi. Na sharq, na g'arb va na o'zini betaraf deganlar ham. Izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha urush birinchi bo'lib qaysi davlatni o'z domiga tortadi?